Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 34-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda zal harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. Ushbu zal harfi yozilish masalasiga kelsak, o'tgan safar o'tgan dal harfimiz bilan bir xil yoziladi. Mana e'tibor bering. Birinchi, ikkinchi katakda, ya'ni d harfini o'tdik yaqinda. O'sha bilan bir xil yoziladi. Faqatgina ustida buni farqi nuqtachasi bor mana. Farqi shunda. O'zi o'ylab qarasa, so'z boshida ham, so'z oxirida ham bir xil yoziladi. So'z o'rtasida ham. Faqat so'z o'rtasida va oxirida undan oldin harflar bo'lgani uchun cho'pchalar bilan o'ylab qo'yiladi. Yozilish masalasi demak tushunarli. E'tibor bering, faqat ikkinchi katakda yoziladi. Pastga yoki tepaga chiqib ketib qolmaysiz. Keyin ustida bittagina nuqtachasi bor ekan. Keyin bu harfning ismi nima desam, zal harfi deb ataladi bu harf. Lekin bizdagi qaysi harfga to'g'ri keladi desak, bizdagi z harfimizga nisbatan yaqin keladi, lekin z emas, birga bir tushmaydi. Chunki bu chuchuk harf hisoblanadi. Buni hozir yana rasm orqali to'liq tushuntirib beraman. Endilikda ushbu chuchuk z harfini aytishni o'rganamiz. Qarang, tilingiz mayda turibdi, tasavvur qiling. Aytishdan oldin shu harf aytayotgan paytingizda tilingizni olib borasiz, oldi chizgiga tegizasiz. Mayda turibdi mana. Oldi chizgiga tegizib aytsangiz, o'z-o'zidan chuchuk v harfi bo'ladi. Qarang, tilingiz mayda turibdi. Hozir birgalikda z deb aytib ko'ramiz. Tilingizni chizgiga tegizasiz bunday qilib. Mana shu holatda bunday tegizasiz. Qarang. va vu. Chunki bu oddiy zdan farqi bor. Oddiy zdan aytgan tilimiz mayda turadi mana. Z aytib ko'ring-da mana. Z. Bu oddiy z emas. Bu nima ekan? Chuchuk z. Shuning uchun mana tilingiz mayda turibdi. Oldi chimizga tegizib birga aytamiz. Boshladik. va vi vu. Va vi vu. Var vir vur. Ko'ryapsizmi mana? Tilingiz mana aytayotgan paytingizda chizgi tegadi mana. Va vi vu. Oldin ham tilingizni tegizib yubormang yoki aytib bo'lganingizdan keyin ham tilingizni tegizmang. Mana birgalikda mana. Va vi vu. Meni fikrim bo'yicha juda ham oson harf hisoblanadi. Hozir ko'rsatib bergan holatimda aytsangiz, shu chuchuk z harfi bo'ladi. Keyin oldi chizgiga tegizasiz, tilingiz o'z-o'zini pastga ham tegadi. O'zi aytib ko'rsangiz seziladi mana. Va vi vu. Buni ya'ni majburlab pastga tegizish shart emas demoqchiman. Shunchaki oldi chizgiga tegizib va vi vu desangiz, o'z-o'zidan pastga chizam tilingizga tegadi. Bo'ladi. Aytish bo'yicha menimcha muammo qolmadi. Endi boyagina qoidalarni davom ettiramiz. Bu harfning ismi zal harfi deyilar ekan. Buni aytilish bo'yicha hozir tanishib chiqdik. Va, ya'ni v. Nima? Chuchuk z harfi hisoblanar ekan. Xo'p, arab tilidagi bu ikkinchi z hisoblanadi. Nega? Chunki biz oldin zani o'tdik-ku. 9-darsimizni bir takrorlasangiz, biz oddiy z harfini o'tgan edik. Bugun o'tadigan harfimiz esa arab tilidagi ikkinchi z harfi hisoblanar ekan. Keyin yana bitta qoida bor. Z harfi o'zidan keyingi harfga ulanmaydi. Xuddiki r hamda oddiy z harfiga o'xshab o'zidan keyingi harfga ulanmaydi. Hozir yana kitobdagi misollarni o'qish orqali yana mustahkamlab olamiz. Kitobdagi so'zlarni boshdan boshlab birgalikda o'qiymiz. Mana, bugun o'tgan chuchuk z'miz, chunki ustida nuqtasi bor, nuqtasidan farq qiladi dedik. Agar nuqtasi yo'q bo'lsa, bu d bo'lib qoladi. Shuning uchun nuqtasi qo'yiladi. Shunda o'qisak, iz. Qarang, iz emas, tilimiz oldi chimizga tegadi, aytib o'tdik boya. Shunda iz. Endi bunisi muz. Muz emas, muz. Muz. Chunki bu chuchuk z'da. Endi bunisi xuz. Endi buni o'qiymiz. Uz. Endi bunga o'qiyotgan e'tibor beramiz. Bilamiz, ba harfini ustiga yumaloq kelsa, i'ga mo'l tebratiladi. Shunda zuba. Endi bu qof harfini ham ustiga yumaloq kelsa, bu uga mo'l tebratilarda. Bu i'ga mo'yladi b. Qof esa uga mo'yladi. Shunda zuqu. Endi bunisi mana yana shu chuchuk z hamda ari. Shunda vara. Endi bunisi m u n z u. Bu chuchuk z. Shunda munzu. Endi bunisini o'qib ko'ramiz. Iznu masda tezmas mana. Iznu. Sal bunday bir sirg'antirayotganga o'xshaydi. Shunga e'tibor berasiz. Qarang. Iznu. Shularga e'tibor berib o'qiyverasiz. Bu yoqda yana ikkita so'z bor ekan, shularni o'qib ko'ring. Shunda bazalu. Endi bunisi zikru. Endi pastdagi so'zlarni o'qiymiz. Bunga e'tibor beramiz. Z i h n u. Zihnu.
zihnu, zihnu. Chuchuk zga e'tibor beramiz. Oddiy z bo'lib qolmasin. Endi bunisi zahaba, zahaba. Iga mol tebratamiz. Mazhaba, mazhaba, mazhaba. Iga mol tebrashga e'tibor beramiz. Endi buni o'qib ko'ramiz. Z a h a l a. Zahala, zahala. Endi bunisi yazhalu, yazhalu, yazhalu. Endi bunisi bazala, bazala. Yabzulu, yabzulu. Bu yerda yana bitta so'z bor ekan, shuni ham o'qiymiz. Azhaba, azhaba. Pastda yana bir dona so'z bor ekan, shuni ham o'qib ketamiz. Shunda yuzhibu, yuzhibu. Chuchuk zga e'tibor beramiz. Yuzhibu deb o'qib ketmang. Bu ma'noni o'zgartirib yuboradi. Ayrim paytlar bo'ladi, ma'no o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun chuchuk zani o'zini mahrajma ayting. Qiyin emas. Tilingizni oldi chizgiga tegizsangiz bo'ldi. Shunda yuzhibu, yuzhibu. Endi pastdagi so'zlarni o'qiymiz. Endilikda e'tibor bering, oddiy z bilan mana chuchuk zani farqini ko'ryapti mana. Bu oddiy z, bunisi chuchuk z. Endi qarang. Mana shuning uchun yozilishiga e'tibor bering. Chuchuk z mana birinchi, ikkinchi qatorda yoziladi. Oddiy z esa 2, 3 yoziladi. Endi birgalikda o'qib ko'ramiz. Qarang, bu chuchuk z. Shunda zifru, zifru, zifru. Farqini ko'ryapsizmi? Zifru, zifru. Bu chuchuk z. Endi boshqa so'zlarni o'qib ko'ramiz. Mana bunga ham e'tibor bering. Chuchuk z hamda oddiy zning farqi. Bazalu, bazalu. Qarang, farqi bor. Bazalu, bazalu. Abazal, abazal. Qarang, bu oddiy z, bu chuchuk z. Abazal, abazal. So'zlarni o'qiyverasiz. Xo'p, endi dars bo'yicha umumiy xulosani aytamiz. Qarang. Demak, bu chuchuk z deb atalar ekan hamda o'zidan keyingi harfga ulanmar ekan. Mana qarang, o'zidan keyingi harfga ulanmayapti. Shuning birinchi qoidasi bu chuchuk z hisoblanadi hamda aytilishda tilimizni oldi ichimizga tegizamiz. Chuchuk z o'zidan keyingi harfga ulanmar ekan. Keyin o'zida mana ustida sukun kelsa, ya'ni ustida yumaloq kelsa, mana qarang. Izanu, izanu emasda, izanu sal ushlab turganga o'xshab o'qiladi. Ya'ni shu harflarga, shu qoidalarga demak e'tibor berasiz. Xo'p, sizga Yugaysif'a har doimgidek birinchi bo'lib leksiyani ko'chirib olasiz hamda har bir so'zlarni hammasini yozib bizga jo'natsangiz, biz har doimgidek tekshirib beramiz. Keyin oramizda darslarni endi ko'rayotganlar bo'lsa, bizga Telegram kanal orqali bog'laning. Biz yana qaytadan guruh tashkillashtiryapmiz. Sizni o'sha guruhga qo'shib qo'yamiz. Yana boshdan harflarni o'rganishingiz mumkin bo'ladi.